Zinokor dunyoda 3 narsaga duchor bo'lmay o'lmaydi. Birinchisi, zino qilayotgan vaqtida agar bu ishni halol deb qilayotgan bo'lsa, iymonidan ajralib turadi. Va agar shu holatda ajali yetib vafot qiladigan bo'lsa, iymonsiz vafot qilib, abadiy do'zaxiylar safidan bo'lib qoladi. Bu esa o'ta dahshatli holatdir. Alloh taoloning o'zi bunday holatdan saqlasin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam zinokor zino qilayotganida mu'min bo'lib qola olmas deb aytganlar. Muttafaqun alayh. Ya'ni barcha ulamolar ushbu hadisning sahih ekanligiga ittifoq qilganlar. Demak, zinokor inson zino qilayotganda mu'min bo'lib qola olmas. Zero biz aytdikki, zino qilayotgan insonning iymoni qalbidan ko'tarilib turar ekan. Ya'ni zino qilayotgan inson qalbida iymon bo'lmas ekan. Qalbga bir vaqtning o'zida katta kabira gunoh, ya'ni zino qilishdek bo'lgan og'ir gunoh bilan iymon bitta qalbda jamlanmas ekan. Yoki iymon qolish kerak, yoki kabira gunohlardan biri zino qolish kerak. Shunda agar inson zinoni tanlab zino qilayotgan bo'lsa, uning iymoni qalbidan ko'tarilib turadi. Alloh ko'rsatmasin, mana shu zinoni ustida agar jon taslim qiladigan bo'lib qolsa, u abadiy do'zaxga hukm qilinadi. Ya'ni u iymonsiz holatda ketgan bo'lar ekan. Tavba qilishga ulgurmagan bo'ladi. Astagfirulloh. Bunday holat